Dildor opa, xullas bilasiz, hamma ro'molimni gapiradi. Men ham oxirigacha kurashaman, urushaman. Endi to'g'ri, endi bir xilda vaqt bo'lmaydi, har xil vaziyat bo'ladi. Просто yuzim sal semizroqda, shunga mana shunday uriyman. Shu asosiy yuzim chiroyli ko'rinsa bo'ldi deyman, ro'molim bilan ishim yo'q. Endi o'zingiz bir ularga tushuntirib bering, iltimos. To'g'ri, balki o'zimda ham kamchiliklar bor, tushunaman. Xo'p, sizni yuzingiz dumaloq yuzga kirmaydi. Idealni, chertalaringiz chiroyli. Makiyajingizni ham, romolingizni ham hozir chiroyli qilib o'zgartirishga harakat qilamiz. Makiyajda qoshlaringizda ozgina xatolik bor, lekin tegmagansiz, terilmagan qoshni bo'yash qiyinroq bo'ladi nisbatan. Labingizda ham kontur bilan pomada alohida ajralib qolgan. Unga ham vaqt kerak-da, ozgina o'sha vaqt bo'lmadi. To'g'ri. Romolingizda ham shapkangizni kamroq ko'rsatib, romolingizni bu yoqdan sal yopishtiribroq, bu yog'ingizni sal ochib, bu yog'ingizni yopibroq o'rasa idealni chiqadi. Xudo xolasa, idealni qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Siz to'ylarda ko'p yurasiz, unda ham vulgarniroq qilasiz. O'tda lekin to'yga chiqsam chiroyli bo'lishga harakat qilaman. Bugun sizga однотонный ranglardan foydalanib bir obraz yaratamiz. Xo'sh, o'zgarishga tayyormisiz? Ketdik. Tayyorsiz? Vow, bu mamma. Juda ham yarashdi o'zingizga. Ko'zlaringiz, qoshlaringiz qarang. Terilmagan bo'lsa ham tabiiy chiqdi. Lablaringiz o'zingiz chiqaribroq bo'yirdingiz. Yana bo'yim kelyapti, lekin o'rganib qolibman. Romolingizni ham o'zingizni yuzingizga moslashtirib o'radik. Labingizni chiqarib bo'yirdingiz, lekin bu forma sizga juda ham yarashdi, chunki o'zingizning labingiz объемный, chiroyli lab. Izohlarda ham yozib qoldirishsin, fikrlarni kutib qolamiz. O'zlari bo'yagan lab chiroylimidi yoki hozirgisimi? Poka.